Ayollarning bigiz barmoqqa uzuk selishining hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Men bigiz va chimchiroq barmoqimga uzuk selishni yoqtiraman. Ba'zi qarindoshlarim buning haromligini hadisda ko'rganligini aytishdi. Ammo ustozimdan so'rasam ayollarga deyilmagan dedi. To'g'risini tushuntirib qo'ysangiz. Alloh rahmat qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Hadisda Hazrati Ali radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni ma'u barmoqimga yoki ma'unoga uzuk selishimdan to'sqan deb o'ttir barmog'i bilan uning yenidagi barmog'iga ishorat qilgan. Bu hadisning yana bir rivoyatida Ali radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni qassi durduni, ipak bilan qoplangan qizil ko'rpalarni ishlatishdan va yana uzukimni ma'unonga va ma'unonga selishdan to'sqan deb o'ttir barmoq bilan bigiz barmoqqa ishorat qilgan. Demak, Muslimdagi o'ttir barmoq bilan uning yenidagi barmog'iga din maqsad o'ttir barmoq bilan bigiz barmoq ekanligini Tirmiziy rivoyati aniq ifodalagan. İmam Navaviy bu hadisga asosan er kishining uzukni o'ttir barmoq bilan bigiz barmoqqa selishi makruh bo'ladi. Bu makruhlik tanzihiy makruhlikdir degan. Buningda ma'lum bo'ladiki, İmam Navaviy shundaqla uningdan burun İmam Tirmiziy erlarning bu ikki barmoqqa uzuk selishining hukmini makruh deb muayyanlashtirgan. İmam Navaviy bu makruhlikni tanzihiy deb yengil qilgan. İmam Ibn Hazm bu cheklamani haromlikqa olib borgan. Bu hadisdagi cheklashni haromlikqa aparmay, makruhlikqa elib berishning sababi shuki, qaysi barmoqqa uzuk selish yoki salmaslik adab yusuniga munosabatli ishlardir. Olimlarning deyishicha, ibodat qilish maqsad qilingan ishlarda buyruq vojiblikni bildirdi, to'sish haromlikni bildirdi. Adab yuzun ko'zlangan ishlarda buyruq vojiblikni emas, yo'l ko'rsatishni bildirdi. To'sish haromlikni emas, makruhlikni bildirdi. Faqatla vojiblikni bildiradigan biror dalil bo'lsa, andin vojiblikni bildirdi. Qandaqla bo'lmasin, bu usul fiqh olimlar o'rtasida ixtilof bo'lgan masala bo'lib, yuqoridagi ibodat bilan adabni ayirish ko'pchilikning qarshidir. Hamda erlarga nisbatan uzukni o'ttir barmoq bilan bigiz barmoqqa selish makruh bo'ladi deb qarasak, bu hukm ayollarga o'xshashmi yoki farqlanadi? Ba'zi olimlar buningda erlar bilan ayollar o'xshash deb turib olgan bo'lsa-mu, farq bor. Ayollarning o'ttir barmoq bilan bigiz barmoqqa uzuk selishi cheklanmaydi degan olimlarning qarshi kuchlik. Chunki cheklagan mazkur hadisda Ali radhiyallohu anhu meni degachga bu erlarga qartilgan bo'lish ehtimoli kuchlik. Ayollar odatda zinnatlanishga ehtiyoji bo'lg'achqa, ularga bu jihatdan kamchilik bor. Bu tarafdan ayollar erlarga o'xshamaydi. Uning ustiga Tirmiziy rivoyatida uzukni ashu ikki barmoqqa selishni durdun, ipak bilan qoplangan qizil ko'rpalarni ishiltish bilan bir qatorda to'sqan. Ipak durdunlar bo'lsa ayollarga cheklanmaydi. Undaq bo'lgan ekan, bu ikki barmoqqa uzuk selishning makruhligi erlarga xos deyishga bo'ladi. İmam Navaviy ayol kishi hamma barmoqlarga uzuk solsa bo'ladi degan. Kuvayt fiqh ensiklopediyasida mundaq kelgan. Kuchli qarashda uzukni nomsiz barmoq bilan bosh barmoqqa selish haromlik yoki makruhlikni bildiradigan bir dalil kelmagachga, aslidagi mubohlik holatida qilib makruh bo'lmaydi. Chunki shariat gap so'z qilmagan ishlar muboh doirasidagi ishlardir. Bu yerdagi nomsiz barmoq bilan bosh barmoqqa selishning makruh bo'lmasligi erlar bilan ayollarga o'xshash. Ammo erlar odatda kumush uzukni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salgandek o'ng yoki so'l qo'lining chimchiloq yoki nomsiz barmoqiga soladi. Erlarning oltin yoki shunga o'xshagan narsalardan uzuk selishi harom bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 193-numurliq fatvo.